O'zbek kinosining eng qimmat aktrisalar reytingi ularning kunlik gonorarini boshqalar bir oyda topadi. Dilnoza Kubayeva injiq va mas'uliyatli ijodkor. U seriallarda suratga tushishni yoqtirmaydi. Uning kunlik gonorar miqdori 500-700 AQSh dollarini tashkil etadi. Aktrisaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Asal Shodiyeva ijodiy takliflarni qabul qilishda partnyorlarining kimligiga alohida e'tibor beradi. Uning injiq va qaysarligini inobatga olmaganda u bilan ishlash maroqli. Aktrisaning kunlik gonorar miqdori taxminan 500 AQSh dollarini tashkil etadi. Asal Shodiyevaning ijodini yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Zarina Nizomiddinova atrofdagilar kayfiyati bilan hisoblashishlarini istaydigan aktrisa. U uchun pul unchalik ahamiyatga ega emas. Shu bois vaziyatga qarab gonorar miqdorini kamaytirish yoki oshirishi mumkin. Uning kunlik gonorari taxminan 300-500 AQSh dollarini tashkil etadi. Aktrisa uchun like bosishni unutmang. Rayhon Ulasenova mahoratli va o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan ijodkor. Uning kunlik gonorar haqqi 250-300 AQSh dollarini tashkil etadi. Faqat aktrisaning bo'sh vaqtni topish nihoyatda mushkul, chunki uning to'y xizmatlaridagi gonorari bundan ancha qimmat. Aktrisaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Shu kabi qiziqarli shou-biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.